Kariba mahallasidan uy qarayotgan bo'lsangiz, mana sizlarga zo'r imkoniyat. Mana bu uyga qaranglar. Shundoq Faravon to'yxonasining ro'parasida joylashgan, ya'ni Optoy bozor ro'parasida joylashgan mana shu hovlimizda 2,6 sotuv maydonga ega sotuvga chiqyapti. Ulgurib qo'yinglar, bunaqa uylar har doim sotuvga chiqavermaydi. Mana fasadini qaranglar. Shunaqa baquvvat fasad qilgan ekanlar. Hozir ichkarini ham ko'ramiz. Juda ham chiroyli hovli. Hop, podvalga tashqaridan tushsak bo'ladi. Bu yoqda bitta sanuzel, yozgi oshxonalari bor. Hovlisi ham rosa keng qilingan. O'ylaymanki, sizlarga yoqadigan dizaynda qilingan. Qani kelib ichkarini ko'rib chiqamiz tezda. Podvallari ham rosa katta qilingan. Hop, kirishimiz edi. Mana shunaqa katta hovl qismi. Mягкий zona qilib mazza o'tiradigan joy qilingan. Bu yoqda prixojniy mebellar qilib qo'yilgan. Chap qo'l kiradigan bo'lsa, oshxona qismi, oshxonani mebel texnikalarga ham qo'yib qo'yishgan. Bunaqa imkoniyatlar har doim chiqavermaydi. Tezda kelib savdolashib, baraka qilib kerak. Hozir ham o'sha odamlar ko'rib ketishdi syomkadan oldin. Bu yoqda mana zal qismi. Zal qismi rosa chiroyli remont qilingan. Pollarini ham zo'rlarni qilishgan qaranglar. To'pli pollar radiatorli qilingan. Bu yoqda mana shunaqa dekorlar qilingan. Xo'p. Sizlarda mana shunaqa podsetkalari ham bor. To'g'ri yurgan bo'lsa, bitta spalniy xonasi bor, birinchi daraj uchun. Yosh katta onaxon otalarimiz uchun spalniy ichida qulaylik bo'lishi uchun mana shunaqa sanuzellarni tashlab ketishgan. Zo'r va bitta yana общий sanuzel ham bor bizda. Podval qismini qisqacha kadrlarni qo'yib ketaman. Podvalimiz rosa katta qilingan, to'liq podval qilingan. Ana endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib ketamiz. Zinalar ham rosa shirokiy zinalar qilingan, chiqib tushish rosa udobniy. Ikkinchi etajda mana shunaqa chiroyli hovl qismi bor, qarang. Xo'p, davaychi xonalarni bir-bir ko'ramiz. Bu birinchi spalniy xonamiz. Bu yoqdan balkonga ham chiqsak bo'ladi. Xo'p. Yo'q, yuradigan bo'lsa, yana bitta spalniy xonamiz bor. Har bitta xona o'ziga yarasha chiroyli chiqqan. Bu yoqda yana bitta mana spalniy xonamiz. 4 ta spalniy desak ham bo'ladi. O'rtada bitta общий sanuzel katta qilingan va oxirgi spalniy xonamizda joylashgan. Обязательно kelib ko'ringlar. Tansiyon jo'natib qo'yinglar. Bunaqa uylar har doim chiqavermaydi sotuvga. Aytgancha, bu spalniyning ichida o'zini garderob sanuzellari ham bor. Ko'rsangiz